Assalomu alaykum. Hafta davomida tumanimizda ro'y bergan muhim yangiliklar tafsiloti bilan efirda Zamin informatsion dasturi. ...2016 yil 5-iyun kuni Xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining 20-sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyada muhokama qilingan masalalar dastlabki lavhamizdan o'rin olgan. Sessiyaga Xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashi reglamentining 16-moddasiga muvofiq tuman hokimi topshirig'iga binoan deputat Rustam Ro'zmetov raislik qildi. Sessiyaga hokim o'rinbosarlari, hokimlik mas'ul xodimlari, huquq targ'ibot organlari va bo'limlar rahbarlari, tuman fermerlar kengashi, qishloq va suv xo'jaligi, yer resurslari va davlat kadastri bo'limlari, xizmat ko'rsatuvchi va ta'minotchi korxonalar, muqobil mashina traktor parklari va fermer xo'jaliklar rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari taklif qilindi. Sessiya kotibligiga 18-Xitoy saylov okrugidan deputat Gulmirza Bobojonov saylandi. Sessiya kun tartibiga Amudaryo tumanidagi fermer xo'jaliklari paxta dalalarida agrotexnik tadbirlarning bajarilishi to'g'risidagi masala havola qilindi. Sessiya avvalida tumandagi fermer xo'jaliklarida g'o'za parvarishi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan tayyorlangan video lavha namoyish qilindi. Kun tartibidagi masala yuzasidan tuman qishloq va suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i o'rinbosari Bahodir Qurboniyazov axborot berdi. Ta'kidlanganidek, 2016-yil hosili uchun tumanimizda 507 ta fermer xo'jaliklari tomonidan 15950 gektar maydonga chigit ekildi. Bu yilgi qishloq xo'jalik yili tumanimiz fermerlar uchun sinovli yil bo'ldi. Chigit ekish mavsumida bir necha marotaba bo'lib o'tgan kuchli yog'ingarchiliklar ayrim fermer xo'jaliklari chigit ekish ishlarini takroran o'tkazishga majbur bo'ldilar. Lekin xizmat ko'rsatuvchi va ta'minotchi tashkilotlar tomonidan vaqtida zarur yoqilg'i moylash materiallari, sifatli urug'liklar va texnikalar uchun ehtiyot qismlarining yetkazib berilishi natijasida to'liq ko'chat olishga erishildi. Bugungi kunda g'o'za nihollari belgilangan agrotexnik tadbirlar asosida tarbiyalanmoqda. Ammo ba'zi fermer xo'jaliklari o'zlariga ajratilgan yer maydonlaridan samarasiz, maqsadsiz foydalanib, qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishda agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirmasligi natijasida paxtaning rivojlanishida qoloqlikka yo'l qo'ymoqdalar. Sessiyada g'o'za parvarishi bo'yicha agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishda jiddiy xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygan fermer xo'jaliklar rahbarlari so'z olib, yuzaga kelgan salbiy holatlarni tez kunlarda bartaraf etishga so'z berdilar. Muhokamalarda tuman kengashi deputatlaridan Turkmaniston muqobil mashina traktor parki raisi, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan qishloq xo'jalik xodimi Abduqodir To'lomurotov, Yo'ldosh O'razbayev nomli muqobil mashina traktor parki raisi Ulug'bek O'razbayev, Amirxon fermer xo'jaligi rahbari, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan qishloq xo'jaligi xodimi Otaxon Qurboniyazovlar so'zga chiqib, fermerlarga taklif va tavsiyalar berdilar. Sessiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Bahodir Yangiboyev ishtirok etdi va nutq so'zladi. Kun tartibidagi masala bo'yicha bildirilgan takliflar, fikr va mulohazalar inobatga olingan holda tuman kengashining qarori qabul qilindi. Shuning bilan sessiya o'z ishini yakunladi. Yurtimizda yosh avlodning salomatligini mustahkamlash, bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yozgi ta'til kunlarida respublikamiz bo'ylab ta'lim muassasalari qoshida tashkil etilayotgan oromgohlar ana shunday xayrli maqsadlarga xizmat qilmoqda. Aytish kerakki, yozgi ta'til oldidan mamlakatimizdagi barcha oromgohlar mavsumga to'liq shay holatga keltirildi. Bunda oromgohlarni zarur mebel va jihozlar, texnik uskunalar, tegishli qo'llanma va zarur vositalar, badiiy adabiyotlar, davriy nashrlar bilan ta'minlashga e'tibor qaratildi. Oromgohlarda ta'lim-tarbiya ishlarini tashkil etish, ularni malakali pedagog va yetakchilar bilan ta'minlashga oid ishlar amalga oshirildi. Mazkur yo'nalishda pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlanib, mavsum davomida 3530 nafardan ziyod eng munosib pedagog, yetakchilar va to'garak rahbarlari, chet tillari mutaxassislari va oliy o'quv yurtlari talabalari, shuningdek, jismoniy tarbiya bo'yicha mutaxassislar, suzish murabbiylari jalb etiladi.
Tumanimizda 2016-yil yozgi mavsumida bolalarni oromgohlarda sog'lomlashtirish va dam oldirish yuzasidan aniq chora-tadbirlar belgilanib, tuman hokimining maxsus qarori qabul qilindi. Qarorga asosan, Mang'it shahridagi Amudaryo qishloq xo'jalik kasb-hunar kolleji bazasida ham bolalarning yozgi dam olish oromgohi tashkil qilindi. Mazkur oromgoh kam ta'minlangan va ko'p bolali oilalarning 400 nafar farzandlarga mo'ljallangan bo'lib, Qaldirg'och nomi bilan ataladi. Qaldirg'och oromgohida ta'mirlash ishlari o'z vaqtida nihoyasiga yetkazilib, ayni kunlarda oromgoh bolajonlarini o'z bag'riga qabul qildi. 6-iyun kuni oromgohning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimi konsert dasturi bilan boshlandi. Unda ta'kidlandiki, yozgi ta'til davrida o'quvchilarning dam olishini ko'ngildagidek tashkil qilish va uni maroqli o'tkazish bo'yicha oromgoh belgilangan me'yor asosida oziq-ovqat mahsulotlari hamda barcha kerakli anjomlar va jihozlar bilan ta'minlangan. Oromgoh 4 navbatdan iborat bo'lib, har bir navbatda 100 nafar bolalar 10 kundan dam olishadi. Oromgohning birinchi navbati 2016-yil 6-iyun kunidan boshlanib, 15-iyun kuni yakunlanadi. Oromgohda jami 400 nafar bolalarning mazmunli dam olishi uchun talab qilinadigan mablag'lar asosan homiylar hisobidan qoplanadi. Shuningdek, joriy yil yozgi dam olish mavsumida tumanimizdagi qator umumta'lim maktablarida ana shunday oromgohlar tashkil etilib, ularga asosan kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, serfarzand oilalar o'g'il-qizlari qamrab olinmoqda. Maktablar qoshidagi oromgohlar malakali pedagog murabbiylar bilan ta'minlanib, ularda bolalarning maroqli dam olishi, sport bilan shug'ullanishi uchun barcha sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Xalq ta'limi vazirligi, Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati, mahalla xayriya jamoat fondi va qator tashkilotlar hamkorligida ishlab chiqilgan dasturga ko'ra, vatanimiz mustaqilligining 25 yilligi arafasida maktablar qoshidagi oromgohlarda dam olayotgan o'quvchilar uchun yurtimizning turli tarixiy maskanlari, istiqlol yillarida bunyod etilgan binolarga ekskursiyalar, sayohatlar uyushtirish, shuningdek, festivallar, ijodiy ko'rik-tanlovlar, viktorinalar, san'atkorlar ishtirokida davra suhbatlari tashkil etish ko'zda tutilgan. Bolalarga ko'rsatilgan bu kabi g'amxo'rliklar ularning yoz oyida maroqli hordiq chiqarib, kelgusi o'qish yilini zo'r shijoat bilan boshlashlariga zamin yaratadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan jadval asosida barcha tumanlarda, oila, mahalla va ta'lim muassasalarida psixologik xavfsizlikni ta'minlashning asosiy omillari mavzusida ilmiy-amaliy seminarlar o'tkazish rejalashtirilgan. Navbatdagi lavhamiz ana shu mavzuda tumanimizda o'tkazilgan seminar xususida. Seminarda tuman xalq ta'limi tizimidagi muassasalar xodimlari, maktablarning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari, amaliyotchi psixologlar, sinf rahbarlari va tuman hokimligi huzuridagi voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha komissiyaning mas'ul xodimlari qatnashdilar. Seminar treningni o'tkazishdan maqsad ta'lim muassasalari psixologlarining kasbiy malakasi va ish faoliyati samaradorligini oshirish, yoshlar o'rtasida erta nikoh, huquqbuzarliklarning sodir qilinishining oldini olish, o'smirlar bilan ishlashda diagnostika metodlari taqdim etish va psixokorreksiya metodlarini o'rgatish. O'smirlar bilan ishlayotgan psixologlar, pedagoglar va ota-onalarning psixologik xavfsizligini ta'minlash ishlarini muvofiqlashtirdilar. Voyaga yetmaganlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularga nisbatan sodir etilayotgan har qanday jinoyat va huquqbuzarlikning oldini olish hamda yozgi dam olish ta'tillarini mazmunli o'tkazish va bolalarning xavfsizligini ta'minlash, oilalarda, mahallalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar samaradorligiga erishish lozimligi yana bir bor ta'kidlandi. So'ngra o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va Psixologik pedagogik respublika tashxis markazining Qoraqalpog'iston Respublikasi vakili rahbari Nurtayev so'zga chiqib, voyaga yetmaganlar orasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha olib borilayotgan ishlar, amaliyotchi psixologlarning vazifalari, oila, mahalla, ta'lim muassasasi hamkorligini oshirish borasida amalga oshirilishi zarur bo'lgan ustuvor vazifalar xususida
ustida alohida to'xtaldi. Tadbirda so'nggi paytda ayrim voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan huquqbuzarliklar, erta turmush qurish, o'z joniga qasd qilish kabi noxush holatlarning oldini olish kabi masalalarga alohida to'xtalib o'tildi va bu borada ovul hamda mahalla fuqarolar yig'inlari mas'ullari, amaliyotchi psixologlar va ta'lim muassasasi pedagoglari tomonidan profilaktik va korreksion ishlarini jonlantirish zarurligi ta'kidlandi. Seminarda Fergana Grant Medical Service neyropsixologik markazi rahbari, psixologiya fanlari nomzodi, xalq ta'limi a'lochisi Mustafoyeva so'zga chiqib, psixologik zo'ravonliklarning bola ruhiyatiga, uning jismoniy rivojlanishi va salomatligiga qay darajada zararli ta'sir ko'rsatishi, bu holat bolaning nutqidagi nuqsonlar, asossiz qo'rquv kabi jiddiy nuqsonlarga olib kelishi haqida so'z yuritdi. Seminarda shuningdek, bolalar psixologiyasida uchraydigan ayrim nuqsonlarning va ular keltirib chiqaradigan noxush holatlarning oldini olish, oila, mahalla, ta'lim muassasasi hamkorligini yanada mustahkamlash masalalari keng muhokama qilindi. Aytish kerakki, bu kabi tadbirlar yosh avlod tarbiyasiga javobgar bo'lgan har bir xodimni o'z zimmasidagi mas'uliyatni chuqur his qilgan holda ishlashga undashi bilan yanada ahamiyatlidir. Navbatdagi lavhamiz tuman hokimligi va tibbiyot birlashmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014-2018 yillarda O'zbekistonda aholining reproduktiv salomatligini yanada mustahkamlash, onalar, bolalar va o'smirlar salomatligini muhofaza qilish borasidagi davlat dasturi to'g'risidagi qarori ijrosi bo'yicha o'tkazilgan seminar xususida. Mustaqillikning ilk yillaridanoq yurtimizda sog'lom ona, sog'lom bola masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bugun keng ko'lamli umummilliy dasturlar doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar ayollar salomatligini mustahkamlash, sog'lom bolalar tug'ilishiga zarur shart-sharoitlar yaratish, oilalarda tibbiy madaniyatni shakllantirishda muhim omil bo'lmoqda. Bugun chekka hududlarda ham aholi salomatligini saqlash, ayniqsa onalik va bolalikni muhofaza qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda tibbiyot sohasiga doir 14 ta qonun hayotga tatbiq etilgani, ulardan bir qanchasiga zamon talabidan kelib chiqib o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgani, bugungi kunda tumanimizda aholi salomatligini muhofaza qilishning huquqiy asoslari yaratilganligini amalda namoyon etadi. Tibbiyotni isloh qilishga qaratilgan 100 dan ziyod farmon va qarorlar xalqimiz salomatligini ta'minlashda dolzarb ahamiyatga ega bo'layotir. Homilador va tug'ruq yoshidagi ayollarga tibbiy yordam ko'rsatish, onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish tizimini rivojlantirish va mustahkamlash, o'sib kelayotgan sog'lom avlodni kamol toptirishda sog'liqni saqlash tizimining roli va mas'uliyatini oshirish bo'yicha mamlakatimizda doimiy ravishda o'tkazib kelinayotgan ishlarni yanada chuqurlashtirish va samaradorligini oshirish maqsadida qabul qilingan Prezidentimizning yuqoridagi qarori bilan hayotga izchil tatbiq qilinmoqda. Ushbu qaror aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, sog'liqni saqlash tizimining barcha bosqichlarida onalar, bolalar va o'smirlar sog'lig'ini muhofaza qilish bo'yicha sifatli tibbiy xizmatlardan keng va bir xil foydalanishni ta'minlash, nogiron bolalar va o'smirlarni sog'lomlashtirish, ularning jamiyat hayotida to'laqonli qatnashishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, tibbiy yordam ko'rsatishning barcha bosqichlarida, ayniqsa sog'liqni saqlash tizimining birlamchi bo'g'in muassasalarida onalik va bolalik muhofaza qilish sohasidagi tibbiy kadrlar salohiyatini mustahkamlash, onalar, bolalar va o'smirlarga malakali, maxsus va yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish borasida zamonaviy infratuzilmani yanada rivojlantirish, shuningdek, aholini onalar, chaqaloqlar, bolalar va o'smirlarni parvarishlash bo'yicha o'tkazilayotgan tadbirlar va dasturlarda ishtirok etishga faol jalb etish, sog'lom turmush tarziga amal qilish, sog'lom va ahil oila qurish afzalliklarini targ'ib qilish kabi maqsadlarga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bugungi kunda qaror talablaridan kelib chiqqan holda tumanimizda ham aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, onalar, bolalar va o'smirlar sog'lig'ini muhofaza qilish bo'yicha qator amaliy ishlar qilinmoqda. Tadbirda Prezidentimizning yuqoridagi qarorini amalga oshirish bo'yicha qilinishi lozim bo'lgan ustuvor masalalarga e'tibor qaratildi. Bu borada tibbiyot maskanlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari zimmasidagi mas'uliyatli vazifalar turgani qayd etib o'tildi.
Tadbir so'ngida ona va bola salomatligini ta'minlash, sog'lom avlod voyaga yetishiga erishish bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar belgilab olindi. Ayni kunlarda qishloq xo'jaligida muhim tadbir vegetatsiya davrida yerlarni sug'orish mavsumi boshlanmoqda. Mavsum avvalida joylarda ko'rgazmali seminarlar o'tkazilib, sug'orish davrida suvni tejash masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu kabi seminarlardan biri xususida. Tumanimizda 2016-yil hosili uchun ekilgan g'o'za va qishloq xo'jaligi ekinlarini suv bilan ta'minlash uchun sug'orish mavsumida 570 million kub metr suv limiti ajratilib, shu kungacha suv iste'molchilariga 102,2 million kub metr suv yetkazib berildi. Kunlik olinayotgan suvning asosiy qismi, ya'ni 70%ni g'o'za maydonlariga yo'naltirish, sug'orish ishlarining 65-70%ni tungi vaqtda amalga oshirish va suv resurslaridan samarali foydalanish, g'o'za maydonlarining chanqab qolishiga yo'l qo'ymaslik hamda suvni tejaydigan texnologiyalarning keng qo'llanilishini ta'minlash maqsadida tumanimizga 14 dona ko'chma egiluvchan quvurlar komplekti olib kelinib, 14 ta fermer xo'jaliklariga tarqatildi. Mavsum oldidan Namuna mahallasidagi Davletov To'lqin fermer xo'jaligida o'tkazilgan seminarda ta'kidlanganidek, sug'orish ishlari ko'chma egiluvchan quvurlar yordamida olib borilsa, kunlik olinayotgan suvning 25-30% iqtisod qilinishiga erishiladi. Aytish kerakki, Quyi Amudaryo irrigatsiya tizimlari Havza boshqarmasiga qarashli Mang'it Nazarxon irrigatsiya tizimi tumanidagi suv iste'molchilarini suv bilan ta'minlaydi. Suv bilan ta'minlash, suvdan foydalanishni nazorat qilish Amudaryoning chap qirg'og'idagi Shixchamol, Qilichboy, Toshyob, Mang'it, Qipchoq bo'limlari, Amudaryoning o'ng qirg'og'idagi Nazarxon, Berdax bo'limlari orqali amalga oshiriladi. Aytish kerakki, tumandagi 39.600 gektar sug'oriladigan yer maydonlarini suv bilan ta'minlashdek mas'uliyatli vazifa mazkur boshqarmadagi 162 nafar ishchi xodimlar tomonidan amalga oshiriladi. Boshqarma hisobida 296,6 kilometr uzunlikdagi xo'jaliklararo kanallar, 32 ta gidrotexnik inshoot, 319 ta gidropost, 298 ta suv chiqarish nuqtalari, 6 ta ekskavator, 3 ta buldozer va 4 ta ernasoslar kabi texnikalar mavjud. Tumanda sug'orish ishlarini muvofiqlashtirish, kecha-yu kunduz monitoring yuritish uchun Mang'it Nazarxon irrigatsiya tizimi boshqarmasi binosida tuman suv xo'jaligi shtabi tashkil qilingan. 2016-yil hosili uchun ekilgan 15.950 gektar g'o'za va boshqa qishloq xo'jalik ekinlarini o'z vaqtida suv bilan ta'minlash, fermer xo'jaliklariga sug'orish ishlarida amaliy yordam berish maqsadida suv xo'jaligidan 317 nafar, suv iste'molchilari uyushmasidan 53 nafar, injener-texnik xodimlar hamda fermer xo'jaliklaridan 3190 nafar ishchilar, jami 3560 nafar malakali suvchilar jalb qilingan bo'lib, ular ish uchun zarur barcha anjomlar bilan ta'minlangan. Suvchilarning dala boshida dam olishlari uchun 1063 ta chayla qurilish ishlari yakuniga yetmoqda. So'nggi kunlarda ob-havoning keskin isib ketib, g'o'za maydonlarini sug'orish ishlari boshlanayotganligi munosabati bilan paxta dalalarida namlikni saqlab turish uchun sharbat usulida sug'orish maqsadida har 5 gektar maydonga bittadan tuman bo'yicha jami 3190 ta xandak qazilib, ularga mahalliy o'g'it chiqarish ishlari olib borilmoqda. Ko'rgazmali seminarda paxta ekilgan dalalarni ko'chma egiluvchan quvurlar yordamida sug'orish amaliyoti namoyish qilindi. Bu yil mana fermer xo'jaligimizda 19 gektar yerga paxta ekkanmiz. Shundan mana ko'rib turibsizlar, paxtaning rivojlanishi normalniy. Mana qishloq suv xo'jaligi boshqarmasining nesi bilan egiluvchan quvurdan sug'orish bo'yicha ko'rgazmali seminar bo'ladir. Buning ahamiyatini ko'rib o'tirmiz. 25-30% ochiq nedagidan 25-30% suv bilan sug'oriladi. Suv tejalyapti. Ham qariqlar bir tekis suv ichadi, ham afzalliklari qariqning ustidan suv chiqib ketmaydi. Ham bu quvur yumshoq quvur bo'lgandan keyin bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish oson, ko'p odam talab qilmaydi, ishchi kuchi ko'p shart emas.
Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Tumanimiz qaytida ro'y berayotgan shu va boshqa yangiliklar tafsilotini internetdagi saytimiz www.aminnews.uz dan va bugunning nafas dasturimizdan ham bilib olishingiz mumkin. Kelasi hafta yangi va yaxshi xabarlar bilan ko'rishguncha salomat bo'ling.